Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Traditsiyaga kirgan oqqalfoqlar iftori bugun Uza tarixiy masjidda. Videolarimizni qarab boramiz. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. Bugün bizning eng ulug' masjidimizda, yashadizgan shaharida shunday matbuot iftori o'tkazildi. Bu yilning ikkinchi topqir o'tkazildi. Bugun bunda barliq intelligensiya xalqi kelgan. Ham buning uchun biz o'zimizdan Hazratimizga bek rahmat aytamiz. U endi butun mana shu bo'ladigan shoraning butun finans yoqlarında butun ishni o'z ko'taradi. Bek zo'r rahmat keluvchilarga, Qozondan da bek chiqishlar keldi, departamentdan da, shulay ministerlikdan vakildiler, halinde dinler üzerinden vakildiler, ona rahmet yazsın varsın. Anı şifaların bir seniden hem bu Kur'an-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim. Mine Ramazan ayı o'zinchalikli ay endi albatta u ro'za tutup bilan birga shulay endi izgiliklarda uyushtirilgan o'tkazilgan ay hamda umumiy xalqaro birgalikda uchrashib bir-birimiz bilan duolar qilishib bir-birimizning turmushimizda o'ngishlar, xayr natijalar tilab shunday Alloh taoladan baxtli ikki dunyo umrlarini o'tkazadigan shunday bir motor kunlar. Hazırki zamanda Tatar tili hem edebiyatı tuşlarının rolünü көтеру hem onlarının tilge, ilge bulgan mehabetten bolalarga беру ülkesinde işlew için dini hazretler bilen, şakirtler bilen işlew, medreselerde bulu, iftar meclisleri ötkärü, bolalarını kileşekке hazırlaw. Hazır özleşin başlap jiberdi, nerse bilen yardım etimiler deyip tura. Hem şu izlerge oturganlar ne barısı da bizning kollegalarımız. Hazır işley turganlar, hem bugünkü kunda aqalfaqni ko'tara turganlar. Aqalfaq bitu bizning nersesi, u bizning tilimizni saqlawda, g'irb-odatlarimizni qaytarda zo'r ilish boshqara. Allohu akbar. Allah